Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik hamkorlik markazi GARIK o'zining 15-Markaziy Osiyo liderlik dasturi tadbirini Olmaota shahri yaqinidagi go'zal tog'li hududda tashkil etdi. Tadbir mintaqaning istiqbolli liderlarini jamlab, ularni dolzarb ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlardan tanishtirdi. Dastur intensiv amaliy mashg'ulotlardan iborat bo'lib, dastlabki kunlar liderlik va muloqot ko'nikmalarini chuqur o'rganishga yo'naltirildi. O'zining 15 yillik faoliyat davomida KAL bitiruvchilar tarmog'i Markaziy Osiyo mamlakatlarining ekologik, suv va energetika sohalari, nodavlat tashkilotlari, akademik doiralari va yashil biznesni ifodalovchi 450 nafar yosh mutaxassislar bilan kengayib bormoqda. Bitiruvchilar mintaqada barqaror rivojlanish uchun kuchli harakatlantiruvchi kuchni shakllantirishini shubhasiz ta'kidlash mumkin. Biz O'zbekistondagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini ushbu muhim tadbirga taklif qilgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shubhasiz olingan bilim va ko'nikmalar mintaqaviy ekologik muammolarni hal qilishda o'z o'rnini egallaydi, deydi tadbir ishtirokchisi Avazxon Haydarov, Ekolog jamoat birlashmasi vakili. Assalomu alaykum. Bizning muxlislar, bugun diagramma o'ziga xos Venn diagrammasi asosida aynan suv va bizga qaysi tashkilot, qaysi tashkilotlar ta'sir tizimlar ta'sir o'tkazish bo'yicha o'ziga xos diagramma tuzishimiz kerak ekan. Mana bu yerda ko'ryapsiz, davlat organlari berilgan, moyahir vositalari, bu yerda suv, iqlim va yana eng katta ta'sir qiluvchi faktorlardan, lekin hozirda kichik, bu aynan fuqarolik jamiyati tashkilotlari. O'ylaymanki, O'zbekistonda yaqinda qabul qilingan Orhus konvensiyasi va uning mexanizmi asosida fuqarolik jamiyati vakillari va mustaqil jurnalistlar bemalol konvensiyani mexanizmidan foydalanib, yanada ko'proq ta'sir o'tkazishga imkonlari bo'ladi.